Uyda faqatgina kartoshka qolganida shunday mazali mantilarni tayyorlab ko'ring. Xolodilnik to'la go'sht bo'lsa ham yana tayyorlashni xohlayverasiz. Idishimizga iliqroq suvni quyib, tuz solib, qattiqroq xamir qilib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni 30 daqiqaga tindirishga olib qo'yamiz. Ozgina tingan xamirimizni yana bir bora mushlab qo'yamiz. Suvda pishib chiqqan kartoshkalarimizni idishga solib, qaynagan suvidan ozgina quyib yuboramiz. Tuz solamiz, yog' quyamiz. Pyure holatiga keltiramiz. Kartoshkamiz tayyor bo'lgunicha yayib, kesib qo'ygan xamirlarimizga nachinkalarimizni solib tugishni boshlaymiz. Xamirimiz chuchvarani xamiridan ozginagina kattaroq bo'ladi. Xamirini yupqaroq qilishga harakat qiling, shunda mantilarimiz juda mazali bo'ladi. Tayyor bo'lgan mantilarimizni qosqonga shunday terib olamiz. Qaynab turgan suvda 15 daqiqa davomida pishirib olamiz. Ko'rib turganingizdek shunday mazali manti tayyor bo'ldi. Tabga ko'ra yog' va piyozlardan qo'shib iste'mol qilinsa, albatta yanada mazaliroq bo'ladi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha